Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Din va hayot nomli suhbat programmamiz orqali sizlar bilan henüz ko'rishdik. Programmamizning navbatdagi bo'limida kibr va uning xatar haqida to'xtalamiz. Men qarindoshlar Obulqosim Ahmadi, programmamizning aziz mehmoni ustoz Muhammad Yusuf Qarim bo'ladi. Qarim shu kibr degan atalg'u. Hammadan kibrni qochadi. Kibrning menda kibrlik yo'q deymiz. Ba'zidan bir chiroyli kiyingan odamning kibr ekan deb bana tunib qoldilar ashlar. Zodi kibr degan nima? Bunun xatar haqqalarida tushuntirgan bo'lsalar, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Yani kibr nayt bir haqiqatan xatarlik bir ijtimoiy og'riq, kasal, illat bo'lib hamda har qanday odam kibr desa yomon ko'radi. Yomon ko'rmaydigan yo'q. Qanday dinda bo'lsin, qanday mazhabda bo'lsin, nim bo'lsin, har qanday odam kibirni mümkün. Yani kibirnin ki yüzünü çoğun tutup başkalarını yaratmaslık diyen bunda adli dogma manasını hemmesi biliyordu hem de. Kibirnin nayet cık neslerini öz işçiliği alıdan adette kişilerle dikkat kılmayan işlemı nurgun kibir kirip kaldı. Mesela bir adam üzerinin ki yaktırmaydıgan ya üzerine yakış görmeydigan bir adamın ki hak işini, hak sözünü anlığın kemese, onu kabul kılgın kemese, aşın bir kibirinin cümlesinden de o addi yani. Kibirni Resulullah naat yaxşı bir tunutqanda, şunda bir en aşo naat ixcham, şunçilak hemen öz işçiga algan, kem ziyade kılmasından şunda bir yaxşı tunutqan. Resulullah diyen ki kibir diyen batrul haq ve gamtun nas. Hakikatini kabul kılmaslık, kişilerin köz gülmaslık. Bu nadicik kirdi bunun içine. Hakikatini kabul kılmaslık diyen hem de bunda nimede roşan hemmeden bildiğin bir mananı desek Allah Teala'nın kelgen hak dinine, Kur'an-ı Kerim'deki bir hakikatine, Resulullah'daki bir hakikatine, bir hakiki peygamberini kabul kılmaganlar kafir olup şu kafirliği de öldü şimdi ama de. Hazır şu hakikatini kabul kılmaganlar şu ziyan tatıdı, iki dünyalık ziyan tatıdı. Yani o hemmeden bildiğin hakikat. Onunla başka mesela de hakikat karşı tarafta mesela üzen köz gülmeydiğin bir adam tarafta ya ki üzenliğin nazırdaki tüyen turduğun ya ki üzenin bir ziddiyeti var üzen yaman kurduğun bir adamın ki aşı faziletini hak sözünü hak kılgan işini aşının kömeslik iselip ya ki onu anın boğan adavatın olan onu mundağıyla yürgü etiş aşımı kibir emdi. Yine kibir emdi. Bu cemiyeti cık ödüldü. Kişiler ona dikkat koymaydı. Hatta kibirini tapıklaydıgan, hatta kibirini yaman kurduğun kararlaşlarını sağda bulup kaldılar. Demişken, bunda yüzümüz mü daha vicdanımızı oylap baksak, ben de şu bağımı yok mu da oylap baksak buldu mesela. Şimdi yüzümüz közge ilmel o adam, o şahs mühim emez. Yani hakikat mühim. Onu kim etken bolsa, mel onu naadi kattı ulema etken bolsun, ya ki adli bir fukra etken bolsun, ya ki bir ziyali etken bolsun, ya ki bir adetteki bir adam o'quvchi talib etgan bo'lsin, chiqib haqiqatni etgan bo'lsa, uni qabul qilish kerak, uni e'tirof qilish kerak. Fazilat kimda bo'lsa, ashuna bo'lsin, qabul qilish kerak. Uni degan kishilarni ko'zga ilmaslik degan hamda kishilarni ko'zga ilmaslik desa, buniki bir zohiriy ma'nosida boylar kambag'alni ko'zga ilmaydi deydi. Uni emas. Boylarning kambag'allarni ko'zga ilmaslikka, cho'ng boshliqlarningki tuvandiki, o'ziniki qo'l ostidagilarni ko'zga ilmaslikka bunda o hemmeden bildiğin bir iş hemdi. Kişilerin köz gelmezlik degen sen o başka insanın mı sana okşaş hürmeti var Allah Teala hürmetlik yarattı. Aşı insanların hem de bunda bayının kembag'alga qilgan muomalasida boshliqninki odatdagi o'zining qo'l ostidagi qilgan muomalasida bundaqalik zohiri kibrli qilib, cho'nglik qilib, vaqirab bunda muomala qilmasimi hamda bunda odatdagi masalan bir sendan sal tuvanroq boyliqda bo'lsin yo ilmda tuvanroq tursun bir yak bassam yoki shular bilan bir paranglashib o'tirsam yoki bir namoz o'qib masjidga borsam aşağıda ayda bir chandurtgan ishlar bo'ldi insonlarda masalan tabiiy masalan ba'zi insonlar buni hamda bu yoshirin kibr hamda bunda qarashga qilmaydi. O'zining cho'ng odam bayada o'zining bir aymindiga yali kelganda hech kim kibrlik qilmaydi. Bo'libmi shundaylik
o'zidan tuvan turadigan odamga nisbatan qilgan muomalasida jim bo'la olsang o odamningki masalan bir odam o'zining naziridagi nihoyat hurmatli cho'ng bir odamning qishda u odam o'ltirgan chog'dami yo bunni qashlamaydi yo quliqini qashlamaydi nihoyat adab bilan o'tiribdi ani qishda ammo o'zining nazarida tuvan sanaladigan yoki o'zining qo'l ostidagi yoki odatiga faqir bir odam yoki bir xizmatchi bo'lsin nima bo'lsin o'tirsa uning oldida o'zining bilginini qilib putini sunamdi nima qilsa qilib bunday qiladi-da. Bu bekim kibr deb o'ylamaydi. Ammo kibr, rasmiy kibr ko'zga ilmaslik degan Rasulullohning kishilarni ko'zga ilmaslik degan nima? Shu ko'zga ilmaganlik uchun putini sunadi, nimani qildi hamda. Shunday hamda. Endi bu kibrninki chataq bir yer hamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan qalbida shu zarracha kibr bor odam jannatga kirolmaydi degan gapda bunday bir xatarlik hamda uni diqqat qilish kerak hamda. Qandaki insonlarda dunyoda insonning nazaridan chiqib qolgandan sirt oxiratda jannatdan ham mahrum. Bu dunyoda mutakabbir desa har qanday odam yomon ko'rdi. Mayli kofir, musulmon, qaysi dindagi bo'lsin har qanday bir odam bisi mutakabbir deb kimni tunishtirsa mutakabbir odamga yaqin kelgisi kelmaydi. U Alloh taolaning nazarida shunday la'natga uchratgan odam ham mutakabbir. U bu dunyoda shunday yani suyulmagan, yaxshi ko'rilmagan odam. Oxiratda qanday bo'ldi? Oxiratda albatta uningki bartgan. Bu tushunchaga nisbatan masalan kamsizlik, chiroyli kiyinish bu kibr doirasiga kirmaydi. Kibr kirmaydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bizda kibr desa ba'zi kamsiz odamni bu gap kibrlik qildi degandek tushunib olgan. Chiroyli kiyingan odamni bu mutakabbir deb tushunib olgan ishlar bor. Demak, uni hamda o Rasululloh shunda degan vaqtida o'sha kibrni tunishtirgan vaqtda sahobalardan birisi ya Rasululloh meniki nimaning kiyimlarimning chiroyli bo'lishini yaxshi ko'rmay, hatto etimni haydaydigan qamchining chiroyli bo'lishini yaxshi ko'rmay, ashuni kibr bo'lamdi, u kibr bo'lmaydi deb degancha. Ana yana bir hadisda Alloh taolo sizga bergan ne'matining ko'rinishini ko'rsatsanglar, shuningdan mamnun bo'ldi. Amaliyotda ko'rinishini yaxshi odatda bir inson masalan sizlar kimga bir hadiya qilsa binasini, yo soat hadiya qilsa binasi hadiya qilsa, u narsani ishlasa qildi ko'rsizlar, xo'shbullar. Onu qilmayda tatmisga sep qo'ysin qilsa mening bergan narsamni yaratmabdi-da bu deb qollar. Alloh taolaga o'xshatib bo'lmaydi. Valillahil masalul a'la. Alloh pok, munazzah hamda bandiga. Endi Alloh taolaga bo'lgan muomala qanday bo'lish kerakda? Alloh taolaniki berganini xo'shlab, ya'ni qabul qilish kerak hamda. Alloh taolaniki Qur'oni Karimda astagfirullah va amma bi ni'mati robbika fahaddisna mufassirlar ne tafsir qilgan. Uning ma'nosi men uyimda anday edim, anday keldim deb so'zlab yurgan bo'lmaydik. Ammo shu uchchiga chiqarish orqali Allohning berganini qabul qilish orqali ko'rsatgin kishilarga namoyon bo'lsin ya'ni. Namoyon bo'lsin. U hargiz kibrlik bo'lmaydi-ki. Bu Allah'ın şeriatga amal qilganlik bo'ladi. Demak, har narsani aqlimizning taqozosi yoki bizning tushunchamiz emas, shariat o'lchamiga tushish kerak. Tushish kerak, albatta ya. Miyada yana shunday bir qissa bor-da, bu o'sha kibr to'g'risida, kibrning zini to'g'risida. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning davrida Arab yerim orolining shimoliy tarafidagi G'asson degan rayonda hozirmi şu yerda musulmon qo'y ahli hamda u chog'da u aholisi ham xristian ekan. Shu xristianlarning bir podshosi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning qishga kelib iymon etgan. O kelitgan shunda dog'dug'li kelitganda dopini chelib oltin toji 5 ta, ipak kiyim, nurg'un xizmatchilari shunda hayvat bilan kelitganda men seni diniga kirib musulmon bo'lman degan bo'libdi, musulmon bo'lgan deb shahodatni o'qitib, endi sana oltinni ishlatish harom. Kiymaysan degan ma'qul deb uni tashlayotgan. Ipak kiyimni kiyish erlarga harom, ayollar ishlasi bo'ldi deganiga ma'qul, uni tashlayotgan. Kibrni tashlayotgan. Tashlagandan keyin bulabda seni shuning bilan men hamda haramga berib, bir haj qilay deb shu kiltgan. Haj qilay deb haramni tavob qilayotgan vaqtida bir odam uningki nimaga kiyimiga ko'ngligining uchig'i dastlab solgan. Ko'nglakning uzun bo'lishidagi masala hamda bizningki miyada bir gap chiqib qoldi endi bu. Rasulullohningki o'sha o'shiqdan eshib tushgan nimaga kiyimga shuning egisiga alqa dozoq halol bo'ldi degan bir hadis bor ya. Degandan endi kishilar odatda masalan pantolon kiyimni odatiy kiyimni eshib ketsa bo'lmaydi. Endi uni diqqat qilish kerak endi. Ayadiki demakchi bo'lgan gap endi ayada arablarda kibr qitqanlar qanday qitgan desa shu yerga so'rab, yerdagi axlatini so'rab menga degan. So'ralmasa hisob emas endi u. Odamma podshoh ana so'rab mengan gapda. Menganikin dastlab soldi. Dastlab solgandan keyin inak abdan şaplaqlab urdu. Uğandığı ona izoh tortib Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning qishga kelib, "Aziqlikda meni u degandan keyin
Nimishqa odun deganki kiyimimga dasida deganki ko'may dasabsabdi endi ma qarindishingdan intiqom ya o'zir so'g'in ya intiqom aslida degan intiqom olaman deyotgan deganki amisi yuzingni tutib birisining birini urdi deganki kibr ashuni men qanday o'zimdan shunday men podshoh bo'lsam bu odatga puqra bo'lsam men buni qanday yuzimni tutib birman deganki bu islom hammadan o'xshash qildi sen musulmon bo'lding podshoh puqra hammadan o'xshash yuzingni tutib birasan deganki men bir o'yinib kelay ati kelay deyotgan ma'qul deb ati keltgan o'xshaydi deb kutib o'ltirsa bu ketibdi yuzini yutib qochib ketibdi shuni bilan endi bu yerda bir nima bo'ldi bu bir odatdagi bir bo'libdi podshoh ekan odatdagi bir puqra bilan u podshoh bo'lsa o'zining yutidagi bir o'zining bir noizki podshoh bir dana puqra bilan mahkamada shu qozining oldida o'ltirmayman deb kibr qilibdi holbuki 4-xalifa Ali roziyallohu anhu bir kuni bozorga ketib borsa uning burun bir tushib qolgan tumir kiyimi bir yahudi setib etibdi-da. Endi hammadan o'zininki ishlatgan narsani biladi u %100. Ma meninkida ma'vo desa u yahudi yo'q, mening bu. Men og'am pul qolgan deb, yo'q mening so'qishdi bir yer tushib qolgan, bu sen tepbapsa bu meninkida desa, yo'q mening da turadigan. Shundan shu Shuray qozining qashqa borgan, xalifa qozining qashqa davolashib bordi. Borgan ekan qozi xalifani adavoga bildi o'tibizgan ishkelan. O'tibizib andan Ali razan andu da'vo qilgan odamning dalili bo'lish kerak-ku. Dalilini chiqar. Degan ekan bu sizningmi deganki bu meninkida. Yani dalilingiz bormi? Dalilim yo'q degan. Andaqda bu yahudininki isbotlayolmadingiz deydi. Bir o'tqaniki u yahudimda turib ketib, voy bu islom degan shunday adolatli bo'lgan bo'lsa men iymon etdim deb iymon etgan. Iymon etgan ekan Ali roziyallohu xushalliqda bo'ldi sana hadiya qilyaptim deb hadiya qilyapti. Demak endi bir davlatning xalifasi qozini o'zi boshqaradi endi. Aslidagi qozining oldida rasmiy shu sudda a'zom bilan fuqaro bilan birga o'ltirdi. Bir nima bir davlatninki Amirul Mu'minin o'ltirgan yerda bu G'assan qabilasining podshohi fuqaro bilan o'tirishni yaxshi ko'rmadi. Kattimi? Shuna bu intiqom elish deganni nihoyat ig'ir sanab ketdi. Halbuki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir Badr urushida satni tuzlab etib, Savat degan bir sahobini aqang'ito tuzla desa anglamaydi u. Yana tuzla anglamaydi. Qulda bir nima bor ekan? Hosil bor ekan. Hosildan qo'shiqqa qilib aqaga nima qilganda. Qilganiga o'char qo'shiqqa o'chibgan oningki. Shuni qo'shiqni bak og'irtatdim Rasululloh degan ekan, bo'ldi intiqomingni olamiz degan ekan. Sahabalarna açık bitganda bu Rasulullah'ın intiqam alaman deb olaman intiqam. Emas men qo'shiqam o'chiq mening. Sen qo'shiqingizni ichib beramiz intiqam. O'rman deb qo'ygan ekan. Ayda Rasulullah'ın urutqa o'xshaydi deb bak açık bitgan qolsa, u kelib shu Rasulullah'ın qo'shiqini ichib bir suyab turib olgancha suyib olgan mening shahid bo'lib ketdimi balki men eng oxirgi tutgan beden özlerinden bedeni bolsun dedim bundan o'qitgan bir ta'sirli qilsa. Demak ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir payg'ambar turibmi hamda shu mendan intiqom olgan bo'lib tursa intiqomim bo'lsin. Rasulullohninki u hech qanday bir sha'ni tushmaydi uni taqim martabasi yuqori taqim martabasi yuqori. Ammo amutga bir odam uni bilmadi. Shuning qanday bo'ldi bu odam ketib o'zining yurtiga ketib xristian bo'lib ketgan. Murtad bo'lib Alloh taolo shunday jazolar aytganki uni uzun ömür ko'rib ayndaq shunday tuzma mang'amayotgan ayda xarlanib nati jiq eg'ir kasal tatib ayda o'tgan o'lish jarayonida nati jiq pushaymon qilgan. Men shu chaqda mushu kibr degan narsa meni iymondan yondirdi, mushunda xar qildi. Men mushu kibr bo'lmagan bo'lsa ayda men mu'minlardan bo'lardim, dunyo oxiratga baxtli bo'ladi. Hozirmi agar imkoniyat bo'lsa men shu kibrni tashlab ayda qilgan bo'lsam deb pushaymon qilgan, yana bir tarafdan shu kofirlik bilan iymon etmay endi o'tib ketganimda uniki yana shunga o'xshash bir qissa yana kibr insonni hidoyatni iymondan ham to'sib qo'ydi. Masalan bir kuni sahobalardan birisi Abu Jahlga uchrab qolganda Rasulullohning eng ashaddiy islomning dushmani Rasulullohning birdan bir Rasululloh dushmanlik qilayotgan kofir qo'ymda tuqqan bo'lmasa yana uchrab qolganda ekan ay Abu Jahl men sendan bir gap so'ray. Bu Muhammad bilan arang faqat yaxshi bo'lmadi. Muhammad haqmi, haq emasmi desa, yo'q, yolg'onchi, kazzab o, sehrgar o deganda miyada boshqa odam yo'q. Ras gap qilgan. Ras gap seni men bilman, ras gap qilgan ikkimizning orasida ras gap bo'lsin degandan keyin ras gapni desa Muhammadning dini haq.
Qur'on mı haq? Bizninki butlarga ibodat qilishimiz bu batil, foydasi yo'qligini bir ko'ryapmiz. Masalan, bizga hech qanday foydasi yo'q buning degandan keyin. Emas nima ishqa Muhammadga agashmaysan degandan keyin, agashsam u bo'ladi-da, lekin bundoq chataq. Bu Quraysh qabilasining Abdumanab qabilasi bilan Bani Mahzum qabilasi ikkisi at yarashgandak, chepishgandak o'xshash ketib qolgan. Tarixdan bir o'xshash ketib qolgan. Mahzum qabilasi degan shu Abu Jahlning qabilasi ekan. Abdumanab Rasulullohning kendi. İkilisi hem de Qurayshning qabilasi. Mötəbər qabilə. Mötəbər ikkisi shundaq bizga ayda qishitganga, raqobat maqatganga deydi, hojilarni ulu sug'asi bizmi sug'urmiz. Bakaliq tamoq vasi bizmi tamoq veramiz. Mehmon qilsa biz mehmon qilamiz. Ashul qanday qilsa shunday qilamiz. Endi kelib uning ichidan bir payg'ambar chiqdi. Endi biz o'zimizning ichidan bir payg'ambar chiqara olsak, chiqarmasak, inkor qilmay qanday qilamiz? Shuni inkor qilamiz. Boshqa yo'limiz yo'q bizning deb turibdi. Ashi inkor bilan haqiqatni bilib turib, inkor qilib kafir pati ketadayni. Şuna ketadayni. Hasad bilan kibr ikkisi birlashsa insonlar har xil halokatga. Ani yana Rasulullohning zamanında bir adam tamoq yeyotdi. Sol qo'lda yeydi. Uni Rasululloh aytdi, yumshoqlik bilan bu sol qo'lda yemagan, o'ng qo'l degan shayton sol qo'lda yeydi. Mu'min degan o'ng qo'lda yeydi, o'ng qo'lingda yegan desa, qilolmayman dedi. Qilalaydi amaliyoti bo'lsa, qo'li saq bo'lmasa, kibrlikdan qilolmayman degandan Rasululloh maslahat dedi. Qilolmaysan degandan shuni bilan aşı sahabeler, kögen sahabeler deytken onun da şu kulunu ağzı aparamaydı. Falaj olap aynen okutken ki bu tekemdir Rasulullah bilan karşılaşkanın ma dünyadaki cezası. Yani ahirette kanda bulduğallıkını Allah yüzü bilir dendi. Allah meylerini kibirden ve onun hatarlarından saklasın. Emniyetine ait bu kibir hakkında nurgulanan güzel kısılar var. Akıl ilgililerine yukarıkla yeterlik boz gerek. Kardeşler programımızın vakti münasebetinden beri ahırlaştırmamız. Diqqat etibarınızla berganiniz uchun ko'p rahmat. Keyingi bilimlarda qaytib uchirish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.